Assalomu alaykum gulchaylarlari. Hozir sizlarga Syngonium kolleksiyamiz haqida qisqacha ma'lumot berib o'tamiz. Hop, mana hozir bu yerda Syngoniumda bir 10 xil, 15 xil atrofida turlardan yiqqanmiz. Sotuvda ham bor, sotilmaydigan sortlari ham bor. O'zimiz mana ichga qilib ko'rsatyapmiz. Bu yerda 15 xilga yaqin sortlar bor. Hozir bularda ayrimlarini xarakteristikalarini berib o'taman. Chunki ba'zi sortlar nima uchun qimmat deyilgan savol bo'ladi-da. Chunki uni o'sha variagati, o'zini original variagatini chiqarish qiyinligi, balki ko'paytirish qiyinligi, shu sababli narxlari qimmat bo'ladi. Sekin o'sishi ham sabab bo'ladi. Ba'zi sortlar sekin o'sadi, shunaqa hisoblangan narxi qimmat bo'ladi. Bu masalan New Confetti sorti, mana New Confetti. Bu ham janaqa o'ta ham tez o'sadigan sortlar, tez ko'payadigan sortlardan emas. Lekin yashovchanligi ildiz sistemasi baquvvat, yashovchanligi yaxshi. Uncha-muncha qurib bo'lmaydi. Variagat berishi ham mana qancha pushti, nima bog'chalari ko'p bo'lsa, shuncha chiroyli bo'ladi. Ba'zida ellab ketadi pushti bog'lari. Ham chiroyli bo'ladi. Lekin bu variagati buzilib, masalan ko'karib ketmaydi. Bunaqa matletlarga o'xshab, Imperial White'larga o'xshab ko'k bir chiqarib, ko'karib ketib qoladi bular. Bularda unaqa holat bo'lmaydi. Imperial White mana, Imperial White'da ba'zida mana oq ko'ryapsizlar, oq ko'payib ketib qoladi, ba'zida ko'k ko'payib ketib qoladi. Ko'm-ko'k bo'lib ham chiqib qoladi mana bu. Ko'm-ko'k bo'lib chiqqandan keyin uni qirqib yubormasangiz, tagidan keyin borgan sari tepadan chiqqan barglar ko'karib, ko'k chiqaveradi, ko'k bo'lib ketadi xullas. Qirqilganingizdan keyin yana variagatlar qaytib, qirqilgan joydan chiqqan shoxi variagatning bo'lib yana chiroyli bo'lib chiqadi. Lekin Imperial White'lar ko'payishi oson, yashovchanligi, ildiz sistemalari baquvvat. Shuning uchun hozir narxlari ancha tushib qoldi. Matlet ham xuddi shunaqa, matlet ham Imperial White'ga o'xshab variagati buzilib ko'k bo'lib, nima bo'lib ketaveradi. Agar yorug'lik yetishmasligidan bo'ladi. Hammasida shu o'zining yorug'lik me'yorlari bor. Yorug'lik qancha kuchli bo'lsa, yorug' joyda, lekin tikka quyoshda bo'lmasligi kerak. Varlari yaxshi chiqadi, mana var degan shunaqa joylari yaxshi chiqadi. Yorug'lik yetishmasa, varlari kamayib ketadi. Mana shu ham matlet mana. Buni pastda varlari yaxshi chiqadi. Endi buni qaytarish uchun, yana variagatini qaytarish uchun tepadan qirqiladi, chiqaveradi. Bu Pink Splash degan sort. Mana bu ham rosa chiroyli variagat, mana shunaqa bo'ladi. Xunirog'i mana shunaqa bo'ladi. Ko'ryapsizlar. Shuning uchun buni shunaqa chiroyli chiqqan sortlar qimmatroq yuradi. Bu ham o'sha ko'payishlari yaxshi, o'rtacha tez, o'sishlari tez. Unaqa nima emas. Sekin o'sadigan o'ta nozik sortlardan emas. Bu Mango degan, Syngonium Mango deb chiqdi. Men oldin buni nomini bilmasdim, yaqinroqda Mango degan nom bilan chiqdi. Bu ham tez ko'payadi, ildiz sistemasi baquvvat. Bunda endi variagat yo'q. O'sha asosan nimasi, o'ziga xos tomoni bargini o'ttalari va chiziqlari. Shuning uchun bu sort unaqa noyob, mo'tabar bo'lib qoldi. Lekin yaxshi sort, chiroyli, tez o'sadi, shoxlar o'sadigan sort. Maria Bracanta. Bu ham shunaqa o'ziga variagat yo'q, bargi shunaqa korичневый bo'ladi, bargining orqalari qizg'ishroq. Shuning uchun bu ham unaqa qimmat sortlardan bo'lmay qoldi. Lekin yangi barglari juda ham yaltirab, yorqin bo'lib, chiroyli bo'lib chiqadi. Shuning uchun men hozir Syngoniumda kamyob sortlardan bo'lib turibdi. Kelajakda ko'p tarqab ketadigan sortlardan menimcha mana shu bular. Chunki bular o'sishlari, ko'payishlari yaxshi. Lekin buning nozikligi bor. O'sha sovuqda to'panaklab ketishi bor. Lekin bu juda chidamli sort. Panda sorti. Panda sortida ham o'sha variagatni umuman yo'qolib ko'm-ko'k bo'lib ketmaydi-yu, kamayib ketadi. Lekin buni ash ko'karib, keyin umuman variagat chiqarmay qo'yganini ko'rmadim. Hozir shuncha o'zim boqib, balki kimdadir bo'lgandir. Ancha kam bo'ladi, lekin dog'lar doim bo'lyapti bizda. Shuning uchun buni hali qirqishga hojat yo'q. Ya'ni variagatni qaytarish uchun qirqishga hojat yo'q, bilmayapman. Lekin sekinroq o'sadi. Shuning uchun qimmatligini, o'zini nimasini ushlab turibdi. Imperial White'lar, mana Imperial White eng go'zal nimasi, mana shunaqa holat. Yarim oq, yarimi ko'k. Va marmar barglari bo'ladi, mana marmar barglari. Imperial White ham o'sha mana marmar sifat barglari. Yarim oy deyiladi, luna deb qo'yishadi ruschasiga. Shunaqangi barglari bilan o'zini qimmatligini ushlab turibdi. Matletlar. Matlet eng go'zal barglari. Ba'zida bunaqa g'odir-g'odir bo'lib qoladi. Buni jaba ham deb qo'yishadi. Bu yana ham o'sha ko'chatda narxini oshiradi. Hop, Syngonium Auretum. Bu hozir bizda sotuvda yo'q. Ko'paytirishda Syngonium Auretum gigant sortlardan. O'z sekinroq, ildiz sistemasi baquvvat, lekin tez ko'payib ketmayapti. O'zimizni
2 yildan beri boqyapmiz. 2 ta 3 ta qildik. Janoq o'ta ham tez ko'payib ketmayapti. O'sish sekinligidan. Barglari qattiq fikusga o'xshaydi, gigant bo'ladi barglari. Hozir mana 20 sm ga borgan, undan ham katta bo'ladi. Shuning uchun bu kamyob, noyob sekin o'suvchi shunaqa. Red spotda trikolori bor, red spotda o'zi bor. Trikolorida oq ham aralashgan bo'ladi. Mana hozir bunda qizil, pushti, yashil bo'lsa, ba'zilari yashil joyi jigarrang bo'ladi, korичневый bo'ladi. Trikolorida oq ham aralashgan bo'ladi. Bu ham kamyob sortlardan. Sekinroq o'sadi bu ham. Sekinroq o'sishligi hisobiga o'sha qimmat narxlari qo'yganlarga nisbatan ancha qimmat. Mana bu yerda ham mana shu auritum mana. Auritum hozir mana nariginda 3 tali turibdi barglari. Bu ham keyinchalik borgan sari barglari shunaqa 3 tali chiqadi. Gold Illusion degan sort. Gold Illusion ham nisbatan arzonroq yuradi. Lekin bu gigant bo'ladi, barglari katta-katta bo'ladi. Shuning uchun narxi qimmat bo'lib yuribdi bu ham. Mangodan ko'ra qimmat sotyapmiz hozir. Lekin ildiz sistemalar o'ta baquvvat. O'sish sekinligi bor. O'sish ancha sekinroq. Hop, mana bunisi Klubnichniy lёд deyiladi. Syngonium Strawberry Ice degan sort. O'ta ham sekin o'sadi, o'ta ham sekin. Men buni 2 yildan beri boqyapman. Endi bo'ldi mana 2 yilda ikkita shox bo'lib o'sdi. Barglari kichkina mana shunaqa edi. Yigit qutisi deydi. Endi mana bitta ikkita katta barglar chiqardi, endi bo'ldi. O'ta ham sekin o'sadi, barglari qattiq qolgan syngoniumlarga nisbatan barglari qattiq. Tomir sistemasi baquvvatligi yaxshi, ancha-muncha nozik bo'lib qurib qolmayapti, lekin sekin o'sadi va varigat berishi, masalan, mana shunaqa pushti qismi qancha ko'p bo'lsa, ba'zida chekkadan oppoq ham beradi. Mana shunaqasi ko'p bo'lsa, shuncha qimmat bo'ladi. Vedland degan sortimiz, Vedland sortimiz. Bunda faqat o'rtasida mana shu oq chiziq bo'ladi. Ko'payib ketsa ham bo'lmaydi bu, kamayib ko'karib qolsa ham bo'lmaydi. Shuning uchun buni bir xilda ushlab turish, halicha o'ziga kerakli nima deydi, yorug'likni berish talab qilinadi. Barxtning barglari o'ta baxmalga o'xshab turadi. Ko'payishlari yaxshi. O'zining mavsumida, ya'ni bahor, kuz mavsumlarida suvga kesib solsangiz birpasda tomir otadi, lekin tomir otgandan keyin turpoqqa ekkaningizda qurib qolishi bor. Shuning uchun necha bu ham o'zining mavqeini ushlab turibdi. Qancha kapris gulda ko'p bo'lsa, shuncha qimmatlashaveradi-da. Shunaqa necha kaprislari bor. Hop, endi mana red spot trikolor. Ko'ryapsiz, bunda mana oq ham aralashgan. Pushti, ko'k, oq. Bunda mana shu oq yo'q bo'lib ketsa, nima bo'ladi? Red spotda o'zi bo'lib qoladi. Ba'zi o'zimizda shunaqa holatlar bo'ldi. Trikolorida oq bo'lib ketib, red spot bo'lib qolyapti. Bu ham shuni, demak, noziklik jihati. Keyin uni kesib, tagidan shunaqa red spot trikolor ham chiqishi mumkin. Sekinroq o'sadi, o'sishcha sekinroq. Mana u ham red spot trikolor mana. Ko'ryapsiz, bunda oq bilan pushti qolgan, yashil kamayib ketgan. Lekin mashhur turishdan chiroyli. Oq bilan pushtini o'zi qolgan. Mana bunisi red spot. Red spot bunda pushtisi kamayib ketib, xuddi pink splashda teskarisi bo'lib qolgan. Pink splashda pushti fonda ko'k tochkalar bo'ladi. Bunda ko'k fonda pushti tochka bo'lib qolgan. Matlet. Matlet deyman, milk konfetti. Milk konfettini bog'i kattalashgan joylari. Ba'zi yarmi korичневый bo'lib ketadi. Milk konfettilar. Hop. Mana red spot mana bu ham trikolor mana. Ko'k joyi korичневый bo'lib qolgan, pushtisi bor. Mana bu yerda oqi bu shoxida turibdi. Ko'ryapsizlar, mana shunaqa go'zalliklar. Mana bu Christmas clone degan sort. Christmas clone bu bargi kichkina bo'ladi. Qanday karlikdek ko'chadi bular. Unaqa bargi katta bo'lib, unaqa pandalarga o'xshab bir qarich bo'lib ketmaydi. Asa borsa 10 sm ga 7-8 sm ga boradi, yaqinlashadi. Hop, shunaqangi sortlarimiz bor. Ayrim sortlar narxonada hozir ularni ham ko'rsataman. Hop, bu sorti Syngonium Pink. Pushti Syngonium deb qo'yamiz. Oddiy sort bo'lib qoldi hozir. Juda ham arzon narxlar 25 ming. Lekin bu ham o'ziga yarasha nima deydi, go'zalligi bor. Ko'p sotilayotgan sortlardan, chunki narxi arzon 25 ming bo'lgani uchun ko'p sotilayotgan sortlardan bo'lib turibdi. Bular green spot degan shunaqa. Vedlandga o'xshab ketadi, lekin barxtni emas, balki silliq green spot. Bu ham o'sha arzonroq sortlardan bo'lib qoladi. Bunisi Syngonium white bir narsa, shu oq sortidan. Tevasi oq bo'ladi, orqasi yashil bo'ladi. Bular oddiy sort bo'lib qoldi, juda ham ko'payib ketdi. Narxlari o'sha arzon. 4-5 ta bargli ko'chatlar 20-25 ming sotilyapti.
balki uzunchoqroq, hali green spotdan ko'ra uzunchoqroq. Nimasi qancha mana nima yorug'ligi yetarli bo'lsa, terasi oq ko'payaveradi. Hop, endi mana bitta Erythrofilum Red Earloy degan sortimiz bor. Bu ham kamyob sortlardan. O'zimiz juda qimmat narxga olganmiz. Bu paytda 300 ming atrofida 300 Alloh alam. Mana shu tugidagi nimani ko'chatni 300 mingga olgandik. Mana endi hozir ko'paytirib ancha-muncha sotdik ham 2-3 ta. O'rtada sotdik. Buni nozik jihati mana tomir beradi, vazirlik tomirlar beradi. Lekin kesib turib, masalan, suvga solsangiz ildiz otadi, boshqa bo'ladi. Ekkaningizdan keyin ko'p nimasi qurib qolaveradi. Ashunisi bor. Shu tomirlari qurib qolib, ko'chat qurib qolib, o'zini o'g'lanmay turaveradi. Shuning uchun hali nima deydi? Rosa paytini poylab ko'paytirmasangiz uni ko'paytirish qiyin. Shu bahordamikan, qishdamikan qilgan ko'chatlarni ko'klaydi. Mana endi hozir ancha-muncha ko'karib ko'payib qoldi mana. Vazirlik tomir bor. Mana shuni ko'chat qilib olish qiyin. Shuning uchun bu o'zini mavqeini o'ta ham ushlab turibdi. Go'zalligi buni bargi xuddi nima deydi? Ajoyib. Orqasi ayniqsa qizilligi ham chiroy beradi. Mana shu ko'chat qilganmiz. Ildizi bor narsani ekkanmiz, lekin mana shu payt turibdi. Lekin mana yo'lga qo'yapmiz, ko'paytirishni mana ko'ryapsizlar, ancha-muncha ko'paytirib qo'ydik. Sotishga kelganda shoshilmayapmiz, lekin chunki ko'payish sekinligini hisobiga ulg'ayolmaymiz deb kam-kam sotyapmiz. Hozir bularni hammasini onalikka olib qo'yganmiz hozir. Endi mana shu ildizlari tashqariga chiqib turibdi. Xudo xolasa ko'paytirib yo'lga qo'yib sizlarga yetkazib beramiz, nasib qilsa. Mana shunaqangi Erythrofilum Red Earloy degan sortidan ham bor ajlar. Singoniumda turlari ko'p, yana biz ko'paytirishni xohlagan sortlar ko'p, yana nasib qilsa ulardan ham topib ko'paytiramiz. Bu yerda yana bittasi qolib ketibdi. Bu Singonium Pink Spot degan. Pink Splash boshqa, Pink Spot boshqa. Pink Spotda mana o'zi pushti barg, pushtida yana ham to'qroq pushti dog'lari bor. Bundan mana bargi orqasi yam-yashil. Yaxshi qarasalaring, o'zi pushti va yana ham to'qroq pushti dog'lar. Buni o'ziga xos tomoni hisoblanadi. Bundan hozircha bittagina buni o'z tezligi juda ham sekin. Endi balki kimdadir tez o'sar. Menda mana 2 yildan beri mana shu turishi. Balki hali ba'zida nima deydi? Noto'g'ri sharoitga tushib qolib gul o'smay turib oladi. Bel yaxshi o'syapti. Xudo xolasa balki bu ham tezlashib ketamiz. Chunki boshqa ba'zi bir gruppalarda ko'rib qoldim, unaqa qimmat qo'yishmagan. Lekin men 10 yildan beri buni topalab kelyapman. Shuning go'zalligi sababli. Xudo xolasa ko'payib qolsa sotamiz. Demak, mana 15 xil 20 xilga yaqinlashib qoldi. Oddiy sortlarni ham hisoblaganda, kolleksiyamizda Singapurda. Hozircha shu azlar sog'